bugungi mavzuyimiz saxovat va baxillik. Saxiylik va ziqnalik. Odam bolasidagi eng go'zal sifatlardan saxovat. Saxovat pesha bo'lishlik, xotamtoy bo'lishlik. Insondagi eng yomon sifatlardan baxillik, ziqnalik, xasislik. Saxovat o'zini egasini manzilatini ko'taradi. Odamlarning orasida hurmatini oshiradi. Baxillik esa aksincha. Baxillik o'zini sohibini behurmat qiladi. Odamlar o'rtasida makruh bo'lishiga sabab bo'ladi. Bir kishini maqtashlik uchun u saxiy inson degan gap yetadi. Endi bir kishini yomonlashlik uchun u xasis, mumsik, baxil inson deyishligini o'zi kifoya qiladi. Saxiy insonni hamma yaxshi ko'radi. Va odamlar saxiy insonni uzoq umr ko'rishligini xohlashadi. Baxil insonni esa hamma yomon ko'radi va uni o'lib qolishligini kutadi odamlar. Chunki qo'lida bo'lib turib baxil bo'lgan odam o'lsa, uni qo'lidagi narsa boshqalarga qoladi, uni o'lganidan boshqalar naf oladi. Demak, baxilni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Saxovat va baxillik, xasislik hargiz teng bo'lishmaydi. Har qaysi zamonda, har qaysi makonda, har qaysi xalqda odamlar saxovat pesha insonni yaxshi ko'rgan va baxil mumsik insonni hamma yomon ko'rgan. Eng saxovatli inson kim edi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hunayn kunida musulmonlarning qo'liga haddan ortiq g'animat tushdi. Haddan ortiq ko'p g'animat tushdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni odamlarga tarqatib berar ekan, misli ko'rilmagan saxovatni, xotamtoylikni, saxovat peshaligini ko'rsatdi. Va o'ziga hech narsa olib qolmadi, birodarlar. Islomga yangi kirgan kishilarni qalblarini ulfat qilishlik uchun ularga juda katta miqdorda, ular tasavvur qila olmaydigan darajada ko'p berdi. Abu Sufyonning o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya berdilar. Abu Sufyon Makkaning sayyidi, islomga endi kirdi. U hali qalbi tamomiy taslim bo'lgani yo'q. Shuni o'zi katta narsa edi. O'g'lim Muoviyaga ham dedi. O'g'lim Muoviyaga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya. Abu Sufyon aqli bovar qilmay qoldi Rasulullohning saxovatini ko'rib. O'g'lim Yazidga ham dedi, kichkinasiga. 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dedilar Rasululloh. Abu Sufyon haliga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush qancha bo'ldi? 600 uqiya bo'ldi. Bitta idishga soldida, qopmidi, bir yerdan uzolmadi. Ko'tara olmadi yerdan. Zo'rg'a bir amallab ko'tarib yelkasiga qo'yib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga ana shu Hunayn kunidagi g'animani ulashar ekanlar, arobiylar kelib tutishib ketdi Rasulullohni. Menga ham Rasulullohning orqaga tutishyapti. Rasulullohni turtib bir daraxtga taqab qo'yishdi. Rasululloh senga faloncha. Rasulullohning ridosi daraxtga ilashib qoldi. Turtishga o'rgandan to'n yechilib qolib ketdi daraxtda. Rasululloh ruddu alayhi ridai. Ey ridoyimni qaytarib beringlar. Hammasini beraman sizlarga. Biror narsa olib qolmayman o'zimda. Agar mana shu vodiy to'ldirib chorva hayvonlari bo'lsa, hammasini beraman. Hech narsa olib qolmayman. Keyin meni qo'rqoq emasligimni, baxil emasligimni ko'rasizlar dedi. Va mana shu kun o'ziga hech narsa olib qolmadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana deng, bu o'sha Hunayn g'azotida mana payg'ambarimiz bilan 100 ta odam sobit turib 20 minglik Havozin qo'shinini yengishgan edi. Hamma qochib ketgan edi. 100 tamiz egalladik buncha g'animani, jilinglar demagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir ayol bir rido hadiya qildi. Cho'pon, to'n. Rasululloh endi kiyib turuvdi, sahobalardan bittasi, "Ya Rasululloh, menga bering uni" dedi. Rasulullohdan bir narsa so'rasa, u zot yo'q demaganlar hech qachon. Rasulullohdan bir narsa so'raldimi? Rasululloh yo'q degan so'zni bilmas edilar. Rasululloh yechib berdilar haligi ridoni. Haligi sahobiy oldi. Bu yerda turgan sahobalar, nima qilding? Rasulullohga endi hozir hadiya qilinuvdi. Olasanmi? Bilasan-da, Rasulullohdan bir narsa so'ralsa, u zot yo'q demasligini. Yaxshi ish qilmading deb malomat qilishganida u kishi aytdiki, "Men buni dunyoda kiyishni olganim yo'q. O'lganimda ustimda kafanli bo'lishini xohladim Rasulullohning ridosi" dedi. Rasululloh mana shunday bir saxovatli kishi bo'lgan. Endi buni muqobilida bir baxil kishini tasavvur qilingki, millionlagan puli bor. Seyfidami, bankidami. Kiyinishini ko'rsangiz, faqir odamdagi kiyinib yuradi. Birodalar, Alloh taolo bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shuni asarini shu bandasida ko'rishni xohlaydi.
bordaqa kiyinsin, bordaqa sarf qilsin, bordaqa bola chaqasini boqsin. Tomsa yaratmasdan. Bunaqa odam bilasizmi? O'zini bolalari ham yaxshi ko'rmaydi. Baxil haqida bir qissa keltiriladi. Bir kishi baxil edi, o'g'li ham otasiga o'xshab xasis, zihni edi. Bir kuni ularning uyiga mehmon kelib qoluvdi. Haligi zihna uyda egasi aytdiki, "Ey o'g'lim" dedi, eshittirib. "Qalbimga hurmatli bo'lgan bir kishi mehmon bo'lib keldi. Borib yaxshi go'sht olib kelgan, bir dirhamda olib" deb chiqarib yubordi. Mehmonga qilayotgan sarf-xarajatini e'lon qilishlik beadablik bo'ladi. Mehmonga qilinadigan xayr-ehson, ko'rsatiladigan saxovat aytilmaydi. Bildirmasdan qilinadi. "Ey, monichi, palonchi joydan paloncha so'mga olib keldim. Olinglar." Hali o'g'il chiqib ketdi, 1 soat deganda qaytib keldi, qo'lida hech narsa yo'q. "Ha o'g'lim, nima qildingiz?" "Men qassobning oldiga bordim. Menga eng yaxshi go'shtdan berasiz ekan" desam, qassob aytdi, "Men sizga sariyog'dek go'sht beraman" dedi. Men aytdim, "To'xtang, sariyog' arzonroq-ku. Sariyog' olsam, do'konga borishim kerak. Do'kondorga bordim. Do'kondorning oldiga borib, menga yaxshi sariyog'ingizdan bering desam, u "Men sizga asaldek sariyog' beraman" dedi. To'xtang, asal sariyog'dan arzon-ku dedim-da, asal purushning oldiga bordim. Asal purushga borib, "Yaxshi toza asalingizdan berasiz ekan menga" desam, "Men sizga suvdaqa toza asal beraman" dedi. Men aytdim, "Uyimizda suv bor-ku" dedim-da, qaytib keldim dedi. Ota aytdi, "Yaxshi ish qilsiz o'g'lim, faqat bir ishingiz chola bo'pti." "Nimasi chola bo'pti?" "Shu kavushingizni yudatib bosib yeganingiz chatoq bo'ldi-da" dedi. "Dadajon, qarang, mehmonni kavushini kiyib borib keldim" dedi. Baxil odammi, dunyosi ham baxil bo'ladi. Ayoliga baxil, farzandlariga baxil, qo'l ostidagi ishchilarga baxil. Ibrohim alayhissalom saxovat peshi inson bo'lgan. U kishi biron kuni mehmonsiz o'tmas ekan uyda. Agar uyga mehmon kelmasa, ko'chaga chiqib o'zi mehmonni topib olib kelib ovqatlantirar ekan, izzat ikrom ko'rsatar ekan. Shuning uchun mehmonlarning otasi degan laqab bilan laqablanardi ekan. Ibrohim alayhissalomning uyiga yosh yigitlar ko'rinishda 3 ta farishta kirib kelganlik qissasini bilamiz. O'tkizlarda yugurib chiqib, ana shu semiz bir molni bolasini so'yib go'shini pishirib keldi, indamasdan. Indamasdan. Oysha onamiz roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zawja mutahharalari, ummahatul mu'mininlardan Rasulullohning tarbiyasini olganlar. Qarang, xalifa Muaviyat ibn Abu Sufyon davrida Oysha onamizga xalifadan 70 ming dirham keldi. Kechga borib bu puldan 1 dirham uyda qolmadi. Hammasini tarqatib yubordi. Bir kunda. Ya'ni shu paytda ustidagi ko'ynagini yamab kiyib yurar edi. Kun kechkirdi, Oysha onamiz ro'zador edilar. Xizmatchi ayolga iftorlikka biror narsa bormi deb so'rasa, "Ey ona, yo'q. Ona puldan olib qo'ysangiz bo'lar edi o'zimizga" deganida, "Tugat deb aytmabsiz-da. Aytganingizni olib qo'yardim" dedi. Bu Rasulullohning oilasi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadoni. Qancha karim, saxovat peshi insonlarni go'zal zikrlari tarixda qoldi. Hamda qancha baxil, xasis kishilar o'zlarini tarixdagi sahifalarni qoraytirib ketishdi. Saxiylik, saxovat, baxillik, zixnalik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikoya qilib beradilar. Bir kishi sahroli yerda ketib borar ekan, to'satdan osmonda ketayotgan bulutdan bir ovoz eshitdi. "Falonchini bog'ini sug'or." Bulutdan shunaqa ovoz eshitildi. Haligi bulut bir chekaroq joyga bordi-da, ichidagi hamma suvni to'kdi. Bu suvni hammasini bir ariq o'ziga jamladi-da, oqib borib turib bir boqqa qarab oqib kirdi. Boyagi odam ana shu suv oqib kelayotgan boqqa kirib boruvdi, bir kishi ketmonini qo'liga ushlab suvni yoqqa bu yoqqa burib turuvdi. Haligi bog'ni egasidan ketmon bilan ariq chopayotgan kishidan, "Ey Allohning bandasi, isming nima?" "Falonchi" dedi. Dedi-da, bulutda falonchini bog'iga olib bor degan ismni eshitdi. "Nimaga meni ismimni so'rayapsiz?" dedi. Birinchi kishi aytdi, "Men bulutdan falonchining bog'ini sug'or deb sening ismingni aytgan ovozni eshitdim. Bu bog'ingda nima xislat bor? Bu bog'ingda nima ish qilasan?" dedi.
Bog' egasi aytdi, agar shunday degan bo'lsa, bas albatta men bu bog'dan chiqadigan narsaga, hosiliga qarayman. 3dan 1ni sadaqa qilaman, 3dan 1ni oilam bilan yeyman, qolgan 3dan 1ni bog'ni o'ziga qaytaraman dedi. Oilamga sarflayman, sadaqa qilaman, bog'ni o'ziga sarflayman. Mana shu qilayotgan saxovati uchun, mumsiy bo'lmaganligi uchun, baxil bo'lmaganligi uchun ata aytilib borib yomg'ir yog'yapti. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ihson, yaxshilikning jazosi, mukofoti faqat yaxshilikdir. Infoq ihson qildi, saxovatli bo'ldi, unga ham infoq ihson qilindi. Hadis qudsi Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, sen infoq qil boshqalarga, men ham senga infoq qilaman. Tushunarlimi? Bo'lsa qilardik biz ham. 1000 so'm sarflama, 50 so'm sarfla, birovlarga yaxshilik qil. 2 ta non, 4 ta non olib kirgizib yuborgin-da, sen infoq qilgin ozidan. Alloh taolo senga ko'piga baraka beradi. Avval bersin, keyin qilaman deymiz biz. Imom Ahmad aytar edi, biz solih kishini baxil deb bilmas edik. Ya'ni solih inson bo'lsa, unda baxillik degan sifat bo'lmasligi kerak. Baxilmi? Demak, u solih emas. Avvalgilar aytishar edi, baxil kishiga qizingni nikohlab berma. Chunki baxillik insonni halokatga yetaklaydigan amallardan bittasi deyishardi. Rasululloh ham baxillikdan panoh tilaganlar. A'udhu bika minal jubni wal bukhl. Qo'rqoqlikdan va baxillikdan men panoh tilayman degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kishilar bor, farzandlari bor, ayoli bor, borini sarf qiladi. Yo'q deyormaydi. Alloh bergan rizqni farzandlariga, oilasiga sochadi va Alloh bu bandaga yordam beradi. Odamlar bor, bosib qo'yib yo'q deyveradi. Yo'q bo'lib ketaveradi. Musulmon kishi oilasiga sarflagan puliga javob bermaydi. Qiyomat kunida bu narsaga lekin ajr albatta oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Wattaqush shuh, fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum." Baxillikdan taqvo qilinglar. Chunki sizlardan avvalgilarni halok qilgan narsa mana shu baxillik edi. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharim. Imom Muslimdan. Ana shu baxillik ularni qon to'kishlikka va harom bo'lgan narsalarni o'zlariga halol qilib olishlikka yetaklab olib borgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lgan son. Bir kishi bir qishloqqa kirdi, bir muddat turdi, keyin chiqib ketdi. Odam chiqib ketgandan keyin qishloqlilar aytishdiki, o'sha odam bizni boy qilib chiqib ketdi. Keyin so'rashdi, u odam sizlarga bir narsa tashab chiqib ketdimi? Yo'q, o'zi hech narsasi yo'q edi odam kirganida. Lekin chiqib ketayotganda qishloqlilarni boy qilib qo'yib chiqib ketibdi. Nima bilan boy qildi sizlarni deganida javob berishdiki, u bizga saxovatni, karamni ko'rsatib chiqib ketdi. Ya'ni kishi xayr-ihsonlik, saxovatli bo'lar ekan, boy bo'lmay iloji yo'q ekan. Chunki Alloh taolay aytayapti-ku, infoq qil ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman. Shuning uchun bir-birimizga yordam berishni, bir-birimizga infoq qilishni, sahiy bo'lishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Ana shu sababli insonni Alloh taolo boy badavlat qiladi. Qays ibn Sa'd ibn Uboda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobasi Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuning o'g'li. Bu kishi arablarning ichida madinalik ansorlardan bo'lgan. Eng saxovat pesha insonlardan deb tanilgan edi. Bir kun so'rashdi undan: Qays, o'zingdan ko'ra saxovatliroq odamni ko'rganmisan? Ha dedi. Bir kuni safarga chiqib, sahroda yo'limizni yo'qotib qo'ydik. So'ngra bir chodirga duch keldik. Kirsak bir qari kampir o'tiribdi. Ruxsat so'radik, kirdik. Ozgina vaqt o'tgandan keyin eri keldi. Eriga kampir seni uyingga mehmon keldi dedi. Biz oldimizga kirdi-da kapan ichiga biz bilan salomlashib indamasdan chiqib ketdi. Chiqib bitta tuyasini so'yib, pishirib olib kelib qo'ydi oldimizga. Xolagancha yeylar, qolgancha qolsin dedi. Yedik, tunadik. Tong yotganda yana bitta tuyasini so'ydi. Olib kelganida biz aytdik: "Ey Allohning bandasi, biz hali kechagini yeb tugatganimiz yo'q. Nima qilardingiz bu narsani so'yib?" dedi. Endi 3-kuni yana tuyasini so'ymasin deb 3-kun tong yotganda kampirini qo'liga 100 dinorni berib chiqib ketdik. Er yo'q edi. Yo'limizni yarmi ketganimizda orqamizdan bir odam baqirayotganini eshitdik. Ey qavm,
"Ey baxil qizg'anchiq qavm" deganni eshitdik. Qarasak, haligi kishi kelyapti. Yetib keldi. Ha, biz baxil ekanmizmi? Biz xasis ekanmizmi? Ha, men sizlarga qilib bergan mehmondorchilikni pulini to'lab ketdinglarmi? Sizlar xasis, baxil odam ekansizlar. Men mehmonni izzat ikrom qiluvdim. Mehmonning haqqini beruvdim. Men mehmonni izzat ikrom qiluvdim dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Birodarlar, saxovat pesha odamning moli kam emasligi, moli dunyosi oz emasligi kafolatlangan. Payg'ambarimiz aytganlar, sadaqadan, infoq ihsondan mol kamayib qolmaydi. An Abi Hurayra roziyallohu anhu qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan." Banda tong ottirgan har kunda ikki farishta tushadi. Fayaqulu ahaduhuma Allohumma a'ti munfiqan khalafan. Ulardan bittasi duo qilib aytadiki, Parvardigor, infoq qiluvchini o'rnini qoplaydigan narsani ato etgin. Infoq qiluvchilarga ana shu molini o'rnini qoplaydigan narsani ato etgin deydi. Ikkinchisi, va yaqulul akhar Allohumma a'ti mumsikan talafan. Ikkinchisi aytadi, Allohim xasis ziqnalarga talofat bergin deydilar. Buxoriy va Muslimdan. Baxilmi, xasismi moli talofatga uchiraveradi. Saxovatlimi, saxovat peshami molini uni to'ldirib turaveradi. Alloh yo'lida bergan odam Alloh qanaqa qilib to'ldirib qo'yayotganligini ko'rgandan keyin ko'z ochiladi. Ha, gap mayog'da ekan. Baxil, xasis, ziqna kishilar umri davomida topgan pulini yemaydi, ichmaydi, to'playdi. Qancha to'plasa shuncha yetmaydi. 50 yil yashaydi baxil bo'lib. 60 yil, 70 yil yashaydi, faqat o'ladi. Pulidan o'zi huzurlana olmaydi, o'zi foydalana olmaydi. Bilasizmi, eshak? Eshak qanaqa bo'ladi? Eshak xo'jayini bilan toqqa chiqadi qish kunida, xo'jayin o'tinni chopadi, eshak ustiga yuklaydi, eshak ko'tarib tushadi, eshakxonada saqotib turaveradi, o'tinni xo'jayin yoqib foydalanadi. Tushunarlimi? Eshak olib pulni topadi, na yemaydi, na ichmaydi, na bola chaqasiga sarflamaydi, na bir haj umraga bormaydi, mashinada ushaydi. Na bir mashina olib minmaydi kerak bo'lsa, na bola chaqasini ta'minlab qo'ymaydi. O'ladi. Banda pulim deydi. O'zi aslida uni puli nima? Qaysinisi o'zini puli? Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yaqul ibn Adam mali." Odam bolasi pulim, molim deydi. Va inna malaka min malika thalathun. Seni moling 3 ta narsadan bitta sen uchun. Ma akalta fa afnayta. Yeb tugatib o'rganing. Avlabista fa ablayta. Kiyib eskitib o'rganing. Va masiva zalika fa huwa zahibun va tarikuhu linnas. Endi undan qolgani esa boshqalarga qoladigani, insonlarning qo'lida qolib ketadigani. Pul qaysinisi sizniki ekan? Qo'y so'yildi. Oysha onamiz roziyallohu anha ularni tarqatdi. Bitta qo'lini olib qoldilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida Oysha onamizdan so'radilar: "Tarqatib bo'ldingizmi?" "Tarqatib bo'ldim." "Nima qoldi o'zimizga?" "Ha, bitta qo'li qoldi o'zimizga." Rasululloh: "Ha, bitta qo'lidan boshqa hamma o'zimizga qolibdi" dedi. Ya'ni tarqatganimiz o'zimizniki edi, o'zimizga olib qolganimiz hisobi bor dedi. Demak, birodarlar, saxovat pesha, saxiy kishilar Alloh taolo ularga bergan mana shu saxovat bilan baxtli, saodatli bo'ladi. Baxillar esa, ziqnalar esa o'zlarining fe'llari bilan o'zlarini baxtsiz qilishadi. Saxovat peshalik, xotamtoylik, saxiylik. Buni muqobilida baxillik, ziqnalik, xasislik. Bu ikkisining misoli birodarlar hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Noqislik yo'l qo'yishlik. Dinimiz birodarlar vasatiyya dini. O'rta yo'lda tutadigan din. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Haddidan oshirish ham mumkin emas, shariat hukmlariga amal qilishlikni va uni noqis qilishga ham mumkin emas. Alloh taolo siz bilan bizga eng ulug' ne'matini berdi, islom ne'matini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Dinimiz mukammal birodarlar. Unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Kim qo'shsa xato qiladi, kim undan qisqartirsa xato qiladi. Biz as-siratul mustaqim, Alloh taoloning mustaqim yo'lidamiz. Dinimiz istiqomat dini. Unda haddan oshib olish ham yo'q, uni tushirib olishlik ham yo'q. Mana qarang. Mana odamlar tarafidan o'zgartirilgan dinlar
Yahudiylik bilan nasroniylik. Ikkalasi ham Alloh tomonidan tushirilgan kitob asosida samoviy dinlar, yahudiylik, nasroniylik. Lekin mana shu ikkala dinda ham yo ifrot bor, yo tafrid bor. Islom esa mana shu ikkalasini o'rtasini tutgan. Islomda ifrot ham yo'q, tafrid ham yo'q. Mana yahudiylar haddidan oshib Iso alayhisalomni dunyoga kelishini, Maryam onani zinoda ayblashdi. Bu ulug' payg'ambarni zinodan dunyoga keldi deyshti. Demak, Iso alayhisalom haqida yahudlarning aytgan so'zi haddidan oshishlik bo'ldi. Ifrot bo'ldi. Alloh taolo Iso alayhisalomni va onasini pok ekanligini siz bilan bizga Qur'onda oyatlar nozil qildi. Endi nasroniylar, ular g'uluga ketishdi. Ular Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deyshti. Ilohlashtirishi oldi. Demak, bittasida ifrot bor, bittasida tafrid bor. Avvalgilar Iso alayhisalomga tuhmat qilishdi, keyingilar esa ilohlashtirib olishdi. Keyin birodarlar, vasatiyya dini bo'lgan islom dini keldi. Va kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni adolatli bir millat qildik. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta to'g'ri chizig'ini chizilarda, atrofiga yana boshqa chiziqlarni ikki tomoniga chizdilar. Chizib turib aytdilarki: "Va anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Albatta mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Bas shu yo'lga ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashmangizki, ular sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yar. Bu oyat birodarlar An'om surasidagi 153-oyat bo'ladi. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Qolgan hammasi noto'g'ri bo'ladi. Ana shu islomdan tashqari bo'lgan yo'llarning hammasida yo ifrot bor, yo tafrid bor. Yahudiylarni va nasroniylarni shariatiga qaraydigan bo'lsa, mana shu narsa yaqqol ko'zga ko'rinadi. Nasorolar nimani bo'lsa yeb ichaveradi. Yahudiylar esa o'zlariga harom bo'lmagan ko'p narsalarni ham harom qilib olishgan. Islom buni o'rtasini tutadi. Mana qarang, shu yahudlar bilan nasorolarning dinidagi ifrot tafridga ayrim misollar. Endi ifrot tafrid desam tushunyapsiz a? Ifrot haddidan oshirib olishlik, tafrid noqislik yo'l qo'yishlik. Nasroniylarda taloq katta mushkil hisoblanadi. Taloq qo'yish mumkin emas ularda. Taloq qo'yish kerak bo'lsa qoziga borish kerak, rohibga borish kerak, hokazo. Hatto mumkin ham bo'lmay qoladi taloq qo'yishlik. Yahudlarda esa taloq qilish bor, taloq qilgandan keyin qaytarib olish yo'q. Islomda qanaqa? 3 ta imkoniyati bor. At-taloqu marratan, taloq 2 marta qo'yishlik ruxsat bor. Qarang, yahudiylarda jahli chiqibmi, shoshilibmi, xato qilibmi, taloq qo'ydimi xotinini? Bo'ldi, ish tugadi. Ikkinchi, uchinchi imkoniyat ularga berilmaydi. Endi dinimiz birodarlar vasatiyya dini ikkinchi, uchinchi imkoniyatni beradi. Qasos. Nasroniylarda qasos olishi yo'q. Albatta avf qilishligi kerak. Moningga ursa, moning qo'yib ber deydi. Islomda bormi shu? Islomda qasos bor birodarlar. Yahudiylarda esa avf qilish yo'q. Albatta qasos olinishligi shart. Garchi maqtulning urug'lari qotilni avf qilsa ham mumkin emas. Albatta qasos olish kerak. Islomdachi maqtulni ahllari, egalari ularda ixtiyor qo'lida ixtiyor bo'ladi. Xohlasa avf qiladi, xohlasa qasos oladi. Lekin shariatimiz avf qilishga undagan. Va anna hadi sirati mustaqima fattabi'uh. Mana shu meni to'g'ri yo'lim. Bas shu yo'lga ergashinglar, boshqa yo'llarga ergashmanglarki, u sizlarni bo'lib tashlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi ummatlarni halokatga uchrashish sabablarini aytar ekanlar. Ana shu sabablardan bittasi g'ulu ekanligini aytadilar. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rasululloh aytdilar, mutanatti' vaysaqi kimsalar halok bo'ldilar deb 3 marta takrorladilar. Vaysaqi kim? So'rab surishtirib, kavlashtirib, og'irlashtiradigan odamlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, behuda narsalarni so'rab surishtirishdan va g'ulu ketishdan ehtiyot bo'linglar. Sizlar eski narsani, ya'ni sahobalarning yo'lini tutinglar. Masalan, Alloh taoloni qo'lida bo'ladi. Barcha odamlarni qalblari xuddi bitta kishining qalbi turgandek. Qo'li qanaqa bo'ladi? Alloh taolo har kecha tunning 3-qismida dunyo osmoniga keladi. Qanaqa qilib keladi? Undan burun qayerda turar edi? Tushunarlimi?
Kunlarda birda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ayollaridan birini uyga kirganlarida ip tortib qo'ygan ekan, ko'rib qoldilar. Nima bu ip dedi? Falonchi ayolingiz namozda charchab ketsa, yiqilib tushmasligi uchun osilib oladi deyishdi. Payg'ambarimiz yechib tashlaylar dedi. Sizlar nashotli bo'lganingizda o'qinglar dedi. Charchasa yotib dam olsin dedi. Dinimiz qanday ulug' din, birodarlar. Nafl bo'lgan amalni inson qiylanib ketadigan holatgacha tushib qilmaslik kerak. Ro'zador odam safarga ketayotganda mashaqqat bo'lsa, tutmasa bo'lardi, keyin tutib beradi. Qari odam fidya beradi. Yengillik birodarlar dinimiz. Rasululloh aytdilar, yechib yuboringlar ipni. Agar namoz o'qisanglar, nashot holida o'qinglar dedilar. Yana bir rivoyatda agar charchasa, yotib uxlasin dedilar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Oysha onamizdan keltirilgan hadislarini. Aklifu minal amali ma tutiqun fa innalloha la yamallu hatta tamallu. Toqatinglar yetgancha ish qilinglar. Toqatinglar ko'taradigan ishni o'zingizlar yelkanglarga olinglar. Chunki sizlar mollollanib ketasizlar bu amaldan, lekin Alloh taolo mollollanmaydi. Yassiru va la tuassiru. Dinni yengil qilib beringlar, og'irlashtirmanglar. Bashiru va la tunaffiru. Din bilan xursand qilinglar, bezdirib qochirmanglar. Hatto shunday bir hadislar keladi, birodarlar. Allohning hukmlarini yomon ko'rib qolishinglarga sabab bo'ladigan ishni qilmanglar degan Rasululloh. Abu Dardo roziyallohu anhu. U kishining ayoli Usmon ibn Affonni oldiga shikoyat qilib keldi. Erimdan shikoyat qilib keldim. Nima shikoyat qilib keldingiz? Kunduzlari ro'zador, kechalari bedor dedi. Zo'r ekan u eringiz dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdilarki, "Ya Amiral Mu'minin, eridan shikoyat qilyapti" dedi. Ya'ni kunduzi ro'zador, ayolga qaramaydi. Kunduzi bilan ro'za tutgandan keyin kechpatga quvvati yo'q, yana kechasi namoz o'qiydi, ayolga qaramaydi. Qarang, bu ifrot bu, haddan oshirishlik. Xalifa hukm qilib berdi, 3 kun qiyomul layl qilasan, bir kun ayoling bilan yotasan dedi. Tushunarlimi? Haligi 38 juma gapirganmiz Rasulullohning hayotidagi rahmat degan darsimizda. Men o'zimiz jasadim, xohlaganimcha ro'za tutaman desa, noto'g'ri bo'ladi shu ham. Chunki sen xohlagancha ro'za tutsang, tinmay nafl ro'za tutsang, kunduzi tirikchilik qila olmaysan. 1. Jamiyatga foyda keltira olmaysan demak. 2. Ayolingning haqqini ado qila olmaysan. 3. Kechasi bilan namoz o'qiyman desang, xuddi shunaqa gap. Tushunarlimi? O'rtasini ushlash kerak. O'rtasini ushlashlik kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, agar ummatimga og'ir bo'lmaganida har namoz oldidan misvoq qilishlikka buyurardim. Demak, og'ir bo'lib ketadi, o'shuning uchun buyurmaganlar, lekin targ'ib qilganlar. Bu endi hali Misrda tinmay ishlatadigan ukalarimizga ham aytamizki, ifrot bo'lib ketmasin. Enachi, mana shu bir ifrotni mahkam ushlagan, dinda g'uluv ketgan, faqat qiyin fatvolar ushlab yurgan ukalar o'zi urug'ni ichida sekin-chekiga surilib qoladi. Mahalla kuchida chekiga surilib qoladi va o'zini to'g'ri ish qilyapman, o'shuning uchun men surilib qoldim. Bu fosiqlar taqvoda ushlashmayapti deb. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Inna hada dina matin fa'ghilu fihi birrifq." Bu din dedi Rasululloh. Mustahkam, qattiq din. Unga sekin-sekinlik bilan kiringlar. Payg'ambarimiz misol aytdilar, "Innal munbatta ma ardan qata va la zahran abqa." Munbatta degani otni tezroq manziliga yetib boradi deb to'xtovsiz bosh urib choptirayotgan odam. Tinimsiz otni choptirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na hayvoni, ya'ni ot tirik qoladi. Unaqa shiddat bilan, unaqa ta'annut bilan uzoqqa borib bo'lmas ekan. Inna ad-dina yusrun va la yushadda ad-din ahad illa g'alaba. Payg'ambarimiz Abu Hurayra roziyallohu anhudan keltirgan Buxoriy va Muslimdan bu hadis. Albatta din osondir. Bir kishi din bilan tortishsa, ya'ni shiddatlisiga og'riga kirishaman desa, din uni yengib qo'yadi. Bas shunday ekan, o'rta hol bo'lgan to'g'ri yo'lni lozim tutib, mo'tadilga yaqin bo'linglar. Buxoriy va Muslimdan. Bas shunday ekan, o'rta hol bo'lgan to'g'ri yo'lni lozim tutib, mo'tadilliga yaqin bo'linglar. O'rtacha yuraveringlar. Oshirib olmanglar. Men odamlar info-oson qilganda ham kimdir ifrot, kimdir tafrid qiladi. Ifrot qilgani isrof qilib tashlaydi, tafrid qilgani bir yo'li mumsiga olib ketadi. Alloh taolo yaratgan koinotning tabiatida borda bu mo'tadillik, vasatiyya.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, xasislik ham qilmaslar, balki ihsonlari ana shu o'sha xasislik bilan isrofning o'rtasida mo'tadil bo'lur. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang. Aks holda malomat va nadomatda qolursiz. Baxil ham bo'lib ketma, bir yo'li isrofgar ham bo'lib ketma. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir boy badavlat odamni ko'rdilar. Boy badavlatligini bilardi Rasululloh. Usti-boshi yudagan, shunday bir yudagan holda yurgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, "Axir Alloh sizga moli davlat bermaganmi?" dedilar. Haligi shahar Rasululloh menda tuyadan, qo'ydan faloncha bor deb turib katta boligini aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man an'amallohu azza va jalla alayhi ni'matan fa innallohu azza va jalla yuhibbu an yura athara ni'matihi ala xalqihi." Agar Alloh bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, ya'ni bir davlat bergan bo'lsa, shu davlatning asarini bandasida ko'rinishini xohlaydi. O'rta yo'lni tutamiz, isrofgar ham bo'lmaymiz, qurumsoq ham bo'lmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hech qaysilarda amalinglar Allohning huzurida sizlarni najotga yetkiza olmaydi. Sizning amalingizchi meni amalim ham yetkiza olmaydi najotga. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmati." Faqat Alloh rahmati bilan meni o'rab olsagina shunda najotga yetaman dedilar. Shunaqa ekan, bo'rttirishida hojati yo'q. Gakani qattiq tortishda hojati yo'q. O'rtacha yo'lda tutaylik, najotga yetamiz inshaalloh. Chunki hech kim dinni hamma jabhasida komillikka yeta olmaydi. Qur'onni zo'r yodlagan odam arab tilida bir o'xshashi mumkin. Qiyomillarda zo'r o'qigan odam nafl ro'zalarda o'xshashligi mumkin. Shuning uchun hech kim komil, mukammal bo'la olmaydi, toqati yetganicha. Vasatiyya dinimiz. Vasatiyya nima degani? Din vojiblarini hammasiga kirishib olib, o'zini ham, boshqalarni ham qiynashlik emas. O'rta yo'l. Hamma vojiblarni tark qilib olib, beparvo bo'lgan odam emas. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengillik bo'lishini xohlaydi, mashaqqat bo'lishini xohlamaydi. O'zimni qiynasam, qiyin amalni qilsam, kuchim yetmasa ham majbur qilib qilsam, Alloh meni yaxshi ko'radi degan tushuncha noto'g'ri. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik, ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Qaytaraman. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik, ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Farzni qanday yaxshi ko'rib qilyapmiz? Endi Alloh bergan yengillikni ham shunday yaxshi ko'rib olsak, shunda Alloh yaxshi ko'rar ekan. Rasululloh nima qilamiz? 2 rakatdan qilib o'qib, farz namozlarni safarda qasr qilib, kuchimiz yetadi-yu deganida payg'ambarimiz bu Allohning sizlarga bergan hadiyasi, qabul qilinglar dedilar Rasululloh. Yengillik bormi? Albatta foydalanamiz. Yana qaytarib aytamiz. Bir masalada 2 xil yo'l turgan bo'lsa, Rasululloh qiyini yengili tursa, yengilini olganlar, modomiki gunoh bo'lmasa bo'ldi. Din insonning fitratiga birodarlar yaqin bo'ladi. Odamlar uchun yengil tushadi. Masalan, tahorat. Kimdir tahorat qiladida bu odam tafrit yo'l qo'yib beparvo bo'ladi. Nari beri tahorat oladida ayrim a'zolari kerak bo'lsa suv tegmaydi. U namoz bo'lmaydi. Modomiki shu 4 ta farz bormi, a'zo bo'ladigan. O'shunga suv tegmay qolsa namoz bo'lmaydi. Yana kimdir ifrot qiladi, vasvasaga tushib 3 marta emas, 4 marta, 5 marta, 6 marta yuvadi. Chig'anag'igacha yuvmaydi, qo'ltig'igacha yuvadi. To'pig'igacha yuvmaydi, tizzasigacha yuvadi. Narigisi ham mumkin emas, bunisi ham mumkin emas. O'rtasini ushlaymiz. Ibodatda haddan oshmaymiz va oz yetarib ham olmaymiz. Yechim vasatiyya, o'rtacha yo'lni tutishlik. Mana jamoratda shaytonga tosh otishlikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib berganlar qanchalik tosh olishlikni. Endi shundan kichkina tosh olib otadigan bo'lsa, bu ham noto'g'ri, chunki otgan ko'rinmaydi ham toshi, yetib bordimi yo'qmi bilinmaydi. Bir. Endi oshirib olsa, yong'oqdek mushte tosh topib turib otsa, bu ham bo'lmaydi. Ayrim odamlarda
Muzdalifadan tosh terib, yuvib bakalashga solayotganini ko'rardik. Bu ham oshcha, Bu shaytonga o'lgandan keyin otaver. O'sha mushta toshni otadigan bo'lsa, nariga o'tib ketsa nima bo'ladi? Bularning hammasi xato. Rasululloh qanday qilganlar? Shunday qilishlik kerak bo'ladi. Dindagi har bitta aytilgan amal, birodarlar, insonning sog'lom fitratiga mos keladi, yengil keladi. G'uluvdan ehtiyot bo'linglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, zero g'uluv avvalgi ummatlarni halok qilgan. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu darsini eshitdik, necha dars eshitdik? 17 dars gapirdik. Havorijlar deganlar chiqdi, kofirlar. O'sha havorijlar kim edi? Qori edi, taqvoli edi, ijtihodli edi, mujohid edi, qiyomul laylda turar edi, nafl ro'zalar tutar edi, taqvo, amal, ibodat zo'r edi, lekin ilm yo'q edi. Ilm yo'q edi. Ali ibn Abi Talibni kofirlikda ayblashdi va o'zlari kofir bo'lib ketishdi. Bir kuni payg'ambar ilmsizlik shunaqa musibatki, birodarlar, ilmsiz johil odam boshqa birovlar unga qila olmaydigan jazoni, baloni o'ziga o'zi qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz mana Hunayn g'azotidan ko'p gapiryapmiz. Hunayn g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda katta o'ljani odamlarga tavsiya qilib berdilar, o'zlari hech narsa olib qolmadilar. Shunda payg'ambarimiz tarqatayotganlarida bir kishi keldida, "Ey Muhammad, adolat qil. Vallohi bu qilingan ishda adolat ko'zlanmadi. Allohning yuzi ko'zlanmadi" dedi. Rasululloh aytdilar, "Senga voy bo'lsin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi?" dedi. Ya'ni xato, fojir kalimani aytib payg'ambarimizga ozor berdi. Rasulullohga tuhmat qildi. U kishini zolimlikda aybladi. Bilasizmi odam qanaqa odam edi? Kiyimi to'pig'idan ko'tarilib turgan, soqoli ko'hriyogacha tushgan, peshonasida namozxonligini izlari, peshonada sajda izlari ko'rinib turgan edi. O'zini taqvoli, o'zini ilmli, o'zini bilimli deb shu darajada o'ziga baho beradiki, Rasulullohga aytayapti, adolat qil deb. Muhammad alayhisolamga shunaqa degan ekan odamlar. Adolat qil ey Muhammad. Bu taqsimdan Allohning roziligi ko'zlanmadi. Payg'ambarimiz g'azablari kelib, "Senga voy bo'lsin. Men agar adolat qilmasam kim adolat qiladi?" Keyin mana shunga o'xshagan taqvoli, shijoatli, g'ayratli, lekin ilmsiz bo'lgan savodsiz odamlar Ali ibn Abi Talibga qarshi chiqishdi. Keyin mana shular havorij bo'lib ketdi, kofir bo'lib ketdi. Dinimiz, birodarlar, vasatiya dini. Unda ifrot ham, tafrit ham yo'q. Dinda g'uluv ketishlik yo'q. Vasatiya bir taraf, ifrot va tafrit ikkinchi taraf. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining vasatiya yo'lida yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.